Yurganichi? 220 Eshitdinglarmi akalar? 220 metr atrofida yurgan Zavodskoy birinchi remont 0 dan 100 gacha motor qilyapti. Hozir keyingi istoriyada harakat qilaman, galovkasini ko'rsatib berishga. Agar tekshirishga chiqib qolmagan bo'lsa, bolalar olib chiqib ketib qolmagan bo'lsa, 1 voltini bilasizlar, 1 voltini, не только 1 volti. Любой mashinani faqat birinchi tekshirish kerak. Apresovka davleniya berish kerak. 0 dan 100 gacha motor, galovkalarini tekshiramiz, davleniyaga solamiz, zo'rmi? Keyin yig'im terim ishlari boshlanadi akalar. Mana shu mashinalarning ichida endi mashinalar bo'lib qolsa akalar, ishim bo'layotgan deb qo'yasizlar. Bu tarafda ham mashinalarimiz xudo xolasa hammasi ishlar jarayonda xudo xolasa. Kuzatishda davom etib, reaksiya qoldirib tursanglar bu.